بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية الجزء الثاني. أردت لدرسك إشكنج قسم الدرس السابع عشر oyatini ders. Hem savaşlar dersimizne başlaştığın ilgili bugünkü dersteki mühim mazmunlarını bir sözle bitip ketayli. Bugünkü dersteki mühim mazmunlar birincisi fiil mudari'ning oldiga an kelib qolsa, fiil mudari'ning oxirisi zavar o'qiladi. Ma'ni jihatda fiil mudari bilan an ikkisi qo'shilib masdar ma'nosiga o'zgaradi. Ism ma'nosiga. Biz masalan endi deganda qilish, etish, qilmoq, qatnak shundaymi? Fiil mudari o'zi qiladi, etadi, qilyotadi, etadi degan ma'noda keldi-ku. Peshiga an kelib qolsa, qilish, etish degan ma'noga o'zgaradi. Masalan, yazhabu asli bu bir fiil, normal. Shundaymi? Peshiga an kelgandan keyin nima bo'ladi? An yazhaba bo'ladi. An yazhaba. Oxirisi nima qiladi? Zora qiladi. Ma'ni jihatdan nima o'zgaradi desa, baradi, ketyotadi degan fe'l an kelgandan keyin bormoq, ketmak yoki berish, ketish degan ma'noga o'zgardi. Bu birinchi nuqta. Yig'inchoqliq vaqtimizda fe'l mudorining oldiga an kelsa, fe'l mudori masdar ma'ni jihatdan masdarga o'zgaradi, oxirisi nima qiladi? Zavar qiladi. Ikkinchi o'rganmoqchi bo'lgan mazmun fiil mudorining oldiga li kelsa, halaqi uchunlikni ifodalaydigan bir li bormi? Xoslikni ifodalaydigan masalan, mundaq qilish uchun, undaq qilish uchun debchi. Mushullam kelib qolsa, fiil mudorining oxirisi zavar qiladi. Ma'ni jihatda yana fiil mudori masdarga o'zgaradi. Masdarga o'zgarib, mundaq qilish uchun degan ma'ni chiqadi. Masalan, yazhabu ketyotadi shundami yoki beryotadi. Lam kelgandan keyin li yazhaba bo'ladi. Berish uchun, ketish uchun. Berish uchun deb tarjima qilamiz. Uchinchisi bugungi darsimizda la yumkinu deydigan bir dona qurilma bor, fe'l bor. Buni hozircha bo'lmaydi deb tarjima qilamiz. Masalan, la yumkinu an azhaba ila suq, men bozorga borsam bo'lmaydi yoki qilolmaydi, etenmaydi deb tarjima qilsak bo'ladi. Masalan, la yumkinu an azhab ila suq desa, men bozorga hozir bora olmayman. Shunaqa, o'shani tarjima qilsak bo'ladi. Buni dars jarayonida tafsilli tushunamiz. To'rtinchi, munzu. Gerçi biz munzuni burun ancha-muncha tushungan. Munzu degan oldi qo'shilg'ich harflarning birisi. Ismlarning oldiga kelib, ismning keyinini qanday qiladi? Zir qiladi. Ma'ni jihatda din tartib deb tarjima qiladi. Qanday qilib? Din tartib. Mujloqni tushunib olsak bo'ldi. Undan keyin mazmun to'rt faslninki ismlari. Atyaz, yoz, kuz, qish deganni faslur rabi', faslus sayf, faslul xarif, faslul shita. Ya'ni faslur rabi' deganimiz atyaz, faslus sayf deganimiz yoz, faslul xarif deganimiz kuz, faslul shita deganimiz qish deb ataladi. Mushnoqni bilib olsak. Undan keyin bugungi sizlarga alohida eskartmoqchi bo'lgan fe'l shakli ra'a, yara. Nima ra'a, yara? Odatdagi bizga turilish, chiqarilish jihati sal o'xshamagan chiqish, shuni alohida aytilyapti buni. Faqat bugun o'rgangan shaklimiz yara. Ko'rudi, ko'ryotdi shundami? Uchinchi shaxs erlik birlik. Tara. Uchinchi shaxs ayollik birlik. Ko'rdi, ko'ryotdi shundami? Endi tara. Ikkinchi shaxs erlik birlik. Ko'ryotsa, ara. Men qanday qilyapman? Ko'ryapman. Mush nuqtalarni tushunib olsak, qolgani qiyin emas. Yuqoridagi mazmunlarni tushungan bo'lsanglar, biz yangi so'zlarni bir o'qib, ma'nosini tushunib olaylik. Men sizlarga o'qib, bir qism tarjima qilib beray. Al-kalimatul jadida. Utlatun. Al-aamul muqbil. Az-zubabu. Zubbanun. Misr. Hudu'un. I'lanun. Ahlun. Zarfun. Zurufun. Dawda'un. Asha'un. Ilajun. Samaha yasmahu. Zara yazuru. Bada'a yabda'u. Amkana yumkinu.
بقي يبقى بسق يبسق عطلة ta'til degan ma'no. Demak, ta'til bayram deganlarga ishlatiladi. Al-aamul muqbil kelar yili. Oldingi yili. Mana o'tib ketgan yil emas, oldimizdagi yil demakchi. Az-zubab chivin. Ko'pniki zubban. Misr. O'sha biz bildigan Misr davlati shu. Hudu'un tinch. I'lanun e'lon. Tashviqot, e'lon degan ma'noda. Ahlun igisi, loyiq kishi, oila. Aniga Uyg'urchada ahl deb bir gap bayoni. Ahli. Masalan, har ishning o'z ahli deb qo'ydi-ku, akadagi ahli shu. Zarfun convert. Zuruf ko'pligi, ya'ni lipabidan do'q shu. Dawdaun varangchurum. Asha'un kechki tomoq. Agar isha deb kelib qolsa, xubdan. Ilajun davolash. Endi bir ma'nosi hal qilish degan ma'nosimi bor, ha? Samaha yasmahu. Ruxsat qildi, ruxsat qilyotdi. Yo'l qo'ydi, yo'l qo'yotdi degan ma'noda. Zara yazuru. Yo'qlidi, yo'qlayotdi. Bada'a yabda'u. Boshladi, boshlayotdi. Amkana yumkinu. Mumkin bo'ldi, mumkin bo'lyotdi degan ma'noda. Ya'ni imkoniyat ega bo'ldi yoki imkoniyat ega bo'lyotdi degan ma'noda. Baqiya yabqa. Bu baqa yabqi deb keladi, ha? Baqa yabqi deb. Ko'pincha vaqtlarda baqiya yabqa. Qoldi, qilyotdi. Bunda eshib qolib qoldi degan ma'noda. Eshib qolib qoldi degan ma'noda. Basaqa yabsuqu. Tukurdi, tukuryotdi degan ma'noda. Agar so'zli tushunilgan bo'lsa, tekstni men bir o'qib, tarjima qilib, grammatikalik nuqtalarni mulohaza qilib beray, ha? Ad-darsu 17. Mudarris bilan Ammar va boshqa o'quvchilar o'tirishdagi bo'lib o'tgan dialoglar. Lima kharajta min al-fasl ya Ammar? Kharajtu li ashrab al-ma'a. Wa lima kharaja Yasir ma'ak? Huwa kharaja li yaghsila wajhahu. Ya ustad, أنا أريد أن أجلس هنا أمامك مقعدي بعيد عنك ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة يمكنك أن تجلس الآن هنا الآن هذا مقعد همزة وهو غائب منذ أسبوع اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد شهر أين تذهبون في هذه العطلة؟ نريد أن نذهب إلى بلادنا أين تريد أن تذهب أنت يا حاشم؟ أريد أن أذهب إلى مصر. لما تريد أن تذهب إلى مصر؟ أريد أن أذهب إلى مصر لأزور أخي الذي يدرس في جامعة الأزهر. وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ أريد أن أذهب إلى لندن. ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ نعم، لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ نعم، لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ أريد أن أدرس في كلية الشريعة. في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العام المقبل، ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج. شفاك الله يا أستاذ. يكاد الجرس يرن. أرجو أن تسمح لنا بالخروج.
الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون بقي 3 دقائق يمكنكم الخروج الآن اخرجوا بهدوء. Ben tercüme yapayım. Savakdaşlar grammatiklik noktalarının ifadeleş şekilleri dikkat kılın. Dikkat kılgan nokta fe'l mudari'ning beshiga an kelib qolgan vaqtdagi fe'l mudari'ning tarjimasi va shaklidagi o'zgarishlar. Bayaqda deb o'tganimizdek fe'l mudari'ning beshiga an kelib qolsa oxirisi nima qildi sizlar? Ma'nosi nima o'zgaraydi? Masdar o'zgaraydi. Mush nuqta soni bo'ladi, ha? Ammar sinfdan nimishga chiqdim? Lima kharajta min al-fasl ya Ammar? Kharajtu li ashrab al-ma'a. Su ichish uchun chiqdim. Ma'rundaki lam kelganlik sababli ashaba oxirida var qildi. Ma'nosi nimaga o'zgardi? Masdariga o'zgardi, ha? Wa lima kharaja Yasir ma'ak? Yasir sen bilan nimishga chiqdi? Wa kharaja li yaghsila wajha. O yüzünü yuyish uchun chiqdi. Bu yerda lam fe'l mudari'ning oldiga kelaverdi, oxirisini zavar qildi. Ma'nosi nima shaklda tarjima qilindi? Masdar shaklda tarjima qilindi. Ya ustaz, ana uridu an ajlisa huna amamak. Ustaz, men bu yerda, ya'ni sizning oldingizda o'ltiraymikin deyman. Endi uridu tunuganki darsda biz oldingi darsda nima deb tushungan to'q. Lozim deb shundami? Endi bu yerda qilaymikin deymikin. Men oldingi darsda o'tgan uriduning ma'nosi eng ko'p fe'l. Masalan, qanday fe'lni oldiga kelsa, qanday bir shaklni oldiga kelsa, shu xil shaklda tarjima qilinadi deb turgan deb qolgan-ku. Endi bu yerda men bu yerda sizning oldingizda o'ltiraymikin deyman. Asli ma'nosi o'ltirishni xohlayman. Adiki an ajlisaning oldiga kelib oxirini zavar qildi. Ma'nosini nimaga o'zgartdi? Masdariga o'zgartdi. Maqadi ba'id ank. Meni o'rnim sizdan yiroq. Min hunak la ara ma taktubu ala sapura. U yerdan do'stga yozayotgan narsani siz do'stga yozayotgan narsani ko'rmaydi ekanman. La ara, ko'rmayman. Shundami? Ma oldinda o'tgan narsa, ya'ni allazi ma'nosida shundaqo. Taktubu yozayotsiz degan ala sabura. Do'stga yozayotgan narsangizni ko'rmaydi ekanman. Yumkinuka an tajlisal huna al'an. Hozir bu yerda o'ltirishga bo'ladi, yoki o'ltirsang bo'ladi. Yumkinuka bayan tushundim-ku, la yumkinni bo'lmaydi deb shundami? La kelmaganligini nima degan tarjima qilindi? Bo'ladi deb. An tajlis an tajlisi qo'shilib masdar ma'nosi tushundim shundaqo. Oxirisini zavar qildi-ku, o'ltirsang bo'ladi. Haza maq'adu hamzata. Bu hamzaning o'rni. Huwa g'oibun munzu usbu'. O bir haftadan buyon yo'q. Isma'u ya abnay. Ballarim anlanglar. Tabda'u utlatu sayf ba'da shahrin. Yozlik ta'til bir oydan keyin boshlanadi. Ayna tazhabuna fi hadhihi al-utla? Bu ta'tilda qayerga borsizlar? Nuridu an nazhaba ila biladina. Biz davlatimizga berishni xohlaymiz. Davlatimizga berishni xohlaymiz yoki davlatimizga bormoqchi. Uridu, yuridu, nuridu kelsa qilmoqchi, aytmoqda tarjima qilsanglar bo'ladi. Ayna turidu an tazhab anta ya Hashim? Hashim, sen qayerga berishni xohlaysan yoki sen qayerga bormoqchi? Bu yerdagi turiduni xohlaysa, qilmoqchi, aytmoqchi shundami? Antazhaba berishni ikkisi qo'shilib masdar ma'no tarjima qilinadi. Uridu an nazaba ila Misr. Men Misrga berishni xohlayman yoki Misrga bormoqchi. Lima turidu an tazhaba ila Misr? Nimishqa Misrga berishni xohlaysan yoki nimishqa Misrga bormoqchi? Uridu an nazaba ila Misr li azura akhi alladhi yadrusu fil jami'at al-Azhar. Azhar universitetida o'qiyotgan yadrusu hozirgi izil zaman o'qiyotgan qarindishimni yo'qlash uchun li azura lam kelib azurani og'rizor qildi, masdar ma'no tarjima qildik, ha? Yo'qlash uchun Misrga kirishni xohlayman yoki Misrga bormoqchi.
Ellezini okuyduğun, şundama gan kendi tercüme kılınız. Ve ayne turidu en tezebe ente ya Yusuf? Yusuf senço qayerga barmakçı yoki qayerga berishni xohlaysan? Uridu an azhaba ila London. Men Londonga barmakçı yoki Londonga berishni xohlayman. Buning qurilmalari yuqori dilga bilan o'xshash. Ala turidu an tazaba ila baladik. Davlatingga berishni xohlamamsa yoki davlatingizga bormamsiz? Na'am, shundoq. La urida nazaba ila baladi hazihi sana. Bu yil davlatimga berishni o'ylamayman yoki xohlamayman yoki bormoqchi emas. Urida nazaba ila London li adrusa al-lughata al-ingliziyyata hunak. Londonga shu yerda ingliz tilini o'qish uchun bormoqchi bo'lyapman. Uridu an azhab, bormoqchi bo'lyapman yoki berishni xohlayman. Li adrusa, adrusning boshida lam kelib oxir zarf qildi, ma'nosini o'zgartirdi masdariga. O'qish uchun. Ala yumkinuka an tadrusa al-lughata al-ingliziyyah fi baladik? Ingliz tilini davlatingizda o'rganishingiz mumkin bo'lmamdi yoki o'rgansangiz bo'lmamdi? Biz dars oldirdik-ku, la yumkin degan bo'lmaydi shundami? Lug'at degan ala yumkin an tadrus o'qisangiz bo'lmamdi yoki o'qishingiz mumkin bo'lmamdi? Naam, la yumkinuni zalik. Shunda u menga mumkin emas ekan, unda qilsam bo'lmaydi. Chunki li'anna ahla baladi yadrusu al-lughata al-fransiyya va la yadrusuna al-lughata al-ingliziyya. Chunki mening shahrimdagi kishilar yoki mening shahar ahlim yoki mening davlat ahlim shundami? Yoki mening davlatimdagi kishilar fransuz tilini o'qiydi, ingliz tilini o'qimaydi, ingliz tilini o'rganmaydi. في أي كلية تريد أن تدرس في العام المقبل يا مروان؟ مروان sen kelarki yilda qaysi fakultetda o'qishni o'ylayapsan yoki xohlaysan? Fi ayyi kulliyatin, qaysi fakultetda turidu an tadrus, o'qimoqchi yoki o'qishni xohlaysan? Uridu an adrusa fi kulliyati shari'a. Men shariat fakultetida o'qimoqchi yoki o'qishni xohlayman. La yumkin fi ayyi kulliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Musa, senchu qaysi fakultetda o'qishni xohlaysan yoki o'qimoqchi? La yumkinuni an adrusa bil jami'a fi al-'am al-muqbil. Menga kelar yili universitetda o'qish mumkin bo'lmaydi. La yumkinuni, mumkin bo'lmaydi, o'qisam bo'lmaydi. Zalika li'annani marid. Uridu an azhab ila al-wilayat al-muttahida lil-'ilaj. Shu chunki men kasal. Amerika Qo'shma Shtatlarga davolanish uchun bormoqchi. Uridu an azhab, bormoqchi yoki berishni o'ylayapman. Shafakalloh. Allah sizga shifolik bersin. Ya ustaz, yakadul jarin yarinnu, yakadul jaras yarinnu. Ustaz, qo'ng'iroq chilmay deb qoldi. Kada yakadu. Oldin dars chiqishnaami? Az qoldi, tas qoldi, chilmay deb qoldi. Qo'ng'iroq chilmay deb qoldi. Arju an tasmah lana bil khuruj al'an qabla an yakhruja at-tullab al-akharun. Boshqa akharun degan boshqa o'quvchilar at-tullab al-akharun, boshqa o'quvchilar chiqish ay yakhrujni ankasa chiqishda tarjima qilib shundami? Chiqishdan ilgari qabla. Hozir bizning chiqishimizga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Arju umid qilaman. Antasmaha ruxsat qilishingizni qana qilaman, umid qilaman. Baqiya 3 daqiq 3 minut qolib qoldi. Yumkinukumul khuruj al-an. Hozir sizlar chiqsanglar bo'ladi. La yumkin bo'lmaydi, yumkinukumcha bo'ladi. Ukhruju bi huduin. Asta chiqinglar yoki tinch chiqinglar yoki tevish chiqamay chiqinglar degan ma'noda. Tekstga tushunmagan taraflar qolmagan bo'lsa, kunlik bilani bir qor talablardan tushuntirib o'tay. Birinchisi, tuandagi savollarga javob bering. Albatta bu dialogni o'qib o'zlashtirib bo'lgandan keyin savollarga dialogning mazmuniga asosan, tekstning mazmuniga asosan javob bersak bo'ladi. Ikkinchi kunlikma.
اقرأ ما قاله همايون للمدرس ثم املأ الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. Humayunning o'qituvchiga degan gaplarini o'qing. Undan keyin bosh o'rinni, tuyandagi bosh o'rinni shu asosda to'ldiring deydi. Unda biz yana dialogimizdagi Humayunningki o'qituvchiga degan barliq gaplarini o'qib chiqqandan keyin tuyandagi bosh o'rinni to'shqasak bo'ladi, ha? Masalan, yuridu Humayun an bosh o'rin. Humayun manda qilmoqchi, nima qilmoqchi? Dars teksti bor-ku, o'zlashtirib bo'lganligini o'zimiz to'shqasak bo'ladi. Uchinchisi, yas'alul mudarris kullu min at-tullab hadha as-sual. O'qituvchi o'quvchilarning har biridan bu savolni so'raydi. Masalan, ayna turidu an tazhab fil waqti as-sayf? Yozib ta'tilda nega bormoqchi? Amsa vaqtlarda o'zaro bir-biringlardan aytinaga bormoqchi, yashan kuni qayerga bormoqchi, dam olish kuni qayerga bormoqchi, haytda qayerga bormoqchi degandek savollarni so'rasanglar bo'ladi. 4-chi mashq. Yas'alul mudarris kullu min at-tullab hadha as-sual. O'qituvchi o'quvchidan bu savolni so'raydi. Fi ayyi kulliyatin turidan tadrus? Qaysi fakultetda o'qishni xohlaysiz yoki o'qimoqchi shundami? O'sha asosda o'zingizlardan qaysi maktabda o'qishni xohlaysiz, qaysi sinfda o'qishni xohlaysiz, qaysi shaharda o'qishni xohlaysiz, qaysi davlatda o'qishni xohlaysiz degandek savollarni so'rasanglar bo'ladi. Masalan, fi ayyi davlatin turidan tadrus? Fi ayyi faslin turidan tadrus? Shundami? Shunga. 5-si o'quvchidan musulmon so'raydi. Lima xarajta min al-fasl? Sinfdan nima chiqdingiz? Bundan boshqa lima xarajta min al-bayt? Uydan nima chiqdingiz? Lima xarajta min al-madrasa? Maktabdan nima chiqdingiz degan savollarni o'zaro so'rab mashq qilsanglar bo'ladi, ha? Am javob bergan vaqtda esingizda bo'lsin. Bunda qilish uchun deganni javob berish uchun fil mudorani oldini nima qilamiz? Lam. Masalan, suv ichish uchun demak bo'lsak, li ashrabal ma. Suv ichaman deganni deydi, ashabu. Ashuni oldiga lamni qo'ysak nima bo'ldi? Li ashaba bo'ldi. Shu asos javob bersak bo'ladi. 6-chi ko'nikma iqro ma yali. Tuandagilarni o'qing. Asosliq bizga qo'yilgan talab shu jumladagi fe'l mudorining oldiga an qo'yilgan shaklni masdar shaklda tarjima qilishga alohida diqqat qilishimizni talab qilyapti. Masalan, uridu an azhaba, berishni o'ylayapman. Berishni xohlayman, shundami? Ikkinchisi nasitu an aqula laka shay'an. Sana bir narsani deyishni unutib qolibman, deyishni. Uchinchisi uridu an ahfaza Qur'onal Karim. Qur'oni Karimni yodlashni xohlayman. Yodlashni o'ylayapman degandek. Qolganlarini shu bo'yicha o'qib, o'zingizlar tushunib boqinglar. 8-si, tuandagi savollarga an ishlatib javob bering. Ayna turidu an tazhaba fi utlati as-sayf? Yoziq ta'tilda qayerga berishni xohlaysiz desa, biz bunga albatta an ishlatib uridu an azhaba ila urumchi. Uridu an azhaba ila falaniya degandek javob bersak bo'ladi, ha? Qolgan savollarga shu asosda javob bering. 8-si, tuandagi lam ta'lil, sababni sabab uchun keladigan lamning misollarini o'qib chiqing. Masalan, biz darsning oldida fe'l mudorining oldiga lam kelsa, fe'lni masdarga o'zgartirib, uchun degan ma'noni qo'shida shundami? Masalan, o'qib boqaylik birni. Nadrusul lughatal arabiyya linafhama al-Qur'an al-Karim wal hadis an-nabawiy sharif. Biz arab tilini, Qur'oni Karimni va hadis-i nabaviy, payg'ambar hadisini tushunish uchun linafhama, shundami? Tushunish uchun o'rganyapmiz. Linafhama. Aslida nafhama degan tushunimiz degan gap. Lam kelimadan bo'ldi, tushunish uchun deb tarjima qildik. Qolganlarini o'qib, shu jumladagi fe'l mudorining oldiga lam kelgan ahvollarni gavdalikroq ifodalasak bo'ladi, ha? 9-si, tuandagi savollarga sababning limini qo'shib javob bering. Masalan, lima dakhaltum al-mat'am? Oshxonga nima kirdinglar desa, oshxonga yo tamoq yeyib kiramiz yoki suv ichib kiramiz, shundami? Depaqayli suv ichib kirdik deganni ayirib tushunsak, suv deganni ma deymiz, shundami? Biz ishimiz degan gapni uchun nashrabul ma deymiz, shundami? Endi shuni biz suv ichish uchun o'zgartirish uchun nashrabuni oldiga lamni birini qo'yib li nashrabal ma, ya'ni dakhalnal mat'ama li nashrabal ma. Shunga o'xshash qolganlarini javob bersak bo'ladi. Oxirida har birisiga ulgu fe'l berilgan, ha? 10-chi mashq la yumkinu, sen o'yinib boqing deyotdi. Yana o'yinib boqsak, nimani o'yinlaymiz, nimani mulohaza qilamiz desak, birisi yana shu fe'lning oldiga an kelgan masdar. Shundaqo fe'lning oldiga an kelib masdarga o'zgarish. Yana birisi la yumkinu degan fe'lning ishlatilishi. La yumkinu
Buluşsuz holatga kelsa bo'lmaydi degan gap. Buluşli holatga kelsa bo'ladi, mumkin bo'ladi degan gap shundaymi? Endi shu kelishayotgan vaqtda oxirisiga kapni qo'shsak bo'ladi, qo'shmasakmi bo'ladi. Masalan, la yumkinuka an tajlisa huna. Bu yerda o'tirsang bo'lmaydi. Kan olsak bo'ladi. La yumkinu an tajlisa kapni tashlashakmi bo'ladi. Shu bo'yicha qog'onlarni tushunsak bo'ladi. Agar siz demay, men demoqchi bo'lsak, la yumkinuni yoki la yumkinu deb oxiridagi men deganni akasak bo'ladi, akamsak bo'ladi. U demoqchi bo'lsak, la yumkinuhu akasak bo'ladi, la yumkinu deb akamsak bo'ladi. 11-si munzuning tuandagi misollarini muloyiza qilib baqing. Mara aytu Muhammadan munzu yawmul jumaat. Men Muhammadni juma kunidan tortib qanaqamidan ko'midim. Darsning boshida tushundim-ku. Munzu ismlarning oldiga kelib oxirini zir qiladi. Ma'nosi vaqtdan tortib qanaqildi degan ma'no. Shundami? Ikkinchi misol qilib baqsak, huwa g'oibun munzu usbu. O bir haftadan beri yo'q. Tortib beri degandek ma'nolarda keladi. 12-si yara, tara, ara, nara degan fe'llarning ishlatilinishi ma'pil turilinishi odatdagi fe'l o'xshamag'achqa alayli mush shakllarni bilganlar askartib qo'yibdi, ammo buning tafsiliy ahvolini inshaalloh biz maxsus sarf darsligida ayrim so'zlaymiz. 13-si tuandigilar muloyiza qilib baqingda o'tadi. Arju an tasmaha li bil julus huna. Mening bu yerda o'tirishimga ruxsat qilishingizni umid qilaman. Ana qarab baqsak, birinchi jumlada li bil julus shundami? Ikkinchi jumlada lahu bil xuruj. Uchinchi jumlada lana bil dukhul. To'rtinchi jumlada li hamidin bi ziyaratik. Odatda pil akilish to'g'ri kelib qolsa, odatda keyindagi shu li lahu lana li hamid deganlar li degan birinchi shaxs birlik shundami? Lahu degan uchinchi shaxs, lana degan birinchi shaxs ko'plik, li hamid degan uchinchi shaxs. Mushlar bo'lsa keyindagi masdarlar bil dukhul bil xuruj, anakin bil dukhul bi ziyarat degan masdarlar o'z pati keladi, o'zgarmas masdar shakl. Chunki masdar degan kishilik olmash yoki zamon qana qilmaydi, ayrilma. Agar mushni o'rniga pil akilish to'g'ri kelib qolsa, nima deymiz? Bi an ajlisa shundami? Bi an akhruja deyish to'g'ri keladi. Ammo keynidagi oldidagi nimani o'zgarganini qarab li bo'lib qolsa bi an ajlisa, la bo'lib qolsa bi an yakhruja degan o'zgardi-ku. Masalalar bir xil shaklda ishlatilsa bo'ladi. Bu to'g'riliq biz ayrimdan to'xtalamiz, ha. Endi 14-ki tuandagi yildagi 4 fasl ashta qish va bi atiyaz